Shunday murakkab va tahlikali sharoitda har bir mustaqil davlat o'z taraqqiyot yo'lini aniq belgilab olishi, ichki birlikni mustahkamlashi zarur. Yangi O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa, demak bu albatta quriladi. Agar mamlakatni yangi manzil sari suzib borayotgan kemaga qiyos qilsak, bu kemada hech kim tomoshabin bo'lib qolmasligi kerak. Kim bu yerga qadam bossa, bu yerga mehmon bo'lib keladimi, boshqa ishlari bilan keladimi, albatta bu yerning xalqining o'zi zotan bor mehrini, muhabbatini, boshqalarga bo'lgan iliq munosabatini ko'ra oladi. Samolyotdan chiqqanman, menga begona odamlar assalomu alaykum deyapti. Hayron bo'ldimda, chunki Hindistonda shuncha begona odamga biz aytmaymiz, lekin juda ham yoqib qolgan. Bildim, o'zbek xalq mehribon xalq. Yangi O'zbekistonga chaqiriq loyihasi doirasida vatandoshlarimiz bilan birgalikda harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Bugungi kunda dunyo tartiboti tubdan o'zgardi. Insoniyat yangi va murakkab davrga qadam qo'ydi. Afsuski, kuchli davlatlarning ayrimlari xalqaro huquq normalariga amal qilmay qo'ymoqda. O'zidan kuchsiz mamlakatlarning mustaqilligiga tajovuz qilish, ularning hududlariga bostirib kirish holatlari oddiy voqelikka aylanmoqda. Bashariyat ko'z o'ngida butun boshli mamlakatlar vayron qilinmoqda. Tinch aholi jabr ko'rmoqda. Millionlab insonlar nohaq qurbon bo'lmoqda. Ayrim hududlar qayta tiklab bo'lmas darajada talofat ko'rmoqda. Bu jarayonlar dunyo hamjamiyati oldida jiddiy savollarni kun tartibiga chiqarmoqda. Shunday murakkab va tahlikali sharoitda har bir mustaqil davlat o'z taraqqiyot yo'lini aniq belgilab olishi, ichki birlikni mustahkamlashi zarur. Xo'sh, bunday vaziyatda biz qanday yo'l tutishimiz kerak? Eng avvalo, jamiyat va davlat yagona g'oya atrofida birlashishi muhim. Yagona maqsad, yagona strategiya va kuchli yetakchilik har qanday murakkab davrning asosiy tayanchidir. Bugungi kunda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan yangi O'zbekiston konsepsiyasi ana shunday birlashtiruvchi g'oya vazifasini bajaradi. Ushbu strategik yo'nalish mamlakatimizni modernizatsiya qilish, iqtisodiyotini mustahkamlash, adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash, ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirishni ko'zda tutadi. Agar mamlakatni yangi manzil sari suzib borayotgan kemaga qiyos qilsak, bu kemada hech kim tomoshabin bo'lib qolmasligi kerak. Har bir fuqaro o'zini mas'ul his etib, taraqqiyot jarayonining faol ishtirokchisiga aylanishi zarur. Kema sardorining aniq yo'nalishi va jamoaning hamjihat harakati bilangina manzilga yetib borish mumkin. Albatta, har qanday taraqqiyot yo'lida turli ig'volar, noto'g'ri talqinlar va chalg'ituvchi kuchlar uchrashi tabiiy. Bunday holatlarda yakdillik, hushyorlik va o'zaro ishonch eng muhim omil bo'lib qoladi. Bizning manzilimiz farovon, taraqqiy etgan, aholisi baxtiyor, ilm-fan va texnologiyalar rivojlangan, adolat ustuvor bo'lgan va dunyoning yetakchi davlatlari safidan munosib o'rin egallagan yangi O'zbekistondir. Yangi dunyo tartibotida O'zbekiston o'zining mustahkam pozitsiyasi, ovozi, obro'-e'tibori va iqtisodiy qudratiga ega davlat sifatida shakllanishi zarur. Mamlakatimiz taraqqiyoti butun Markaziy Osiyo mintaqasining rivojlanishiga xizmat qiladi. Turkiy dunyoning integratsiyasi va yuksalishiga turtki beradi. Yevropa va Osiyo o'rtasidagi strategik ko'prik sifatida barqarorlik omiliga aylanadi. O'zbekiston geografik va geosiyosiy jihatdan mintaqaning muhim markazida joylashgan. Bu esa bizga nafaqat katta imkoniyat,
balki ulkan mas'uliyat ham yuklaydi. Shu maqsad yo'lida biz yangi boshlangan chaqiriq, yangi O'zbekistonga chaqiriq loyihasi doirasida vatandoshlarimiz bilan birgalikda harakat qilamiz. Loyiha davomida yangi O'zbekiston konsepsiyasi yuzasidan mutaxassislar fikrlarini o'rganamiz. Taraqqiyot yo'lida nimalarga e'tibor qaratishimiz, qanday qadriyatlarni mustahkamlashimiz va qanday illatlardan yiroq bo'lishimiz kerakligini tahlil qilamiz. Fuqarolarning hayotini ijobiy tomonga o'zgartirishga qaratilgan amaliy takliflar berib boramiz. Ko'rsatuvimiz orqali har bir yurtdoshimiz yangi O'zbekistonda o'z o'rnini topish, farovon hayot sari aniq maqsad bilan intilishi uchun yo'l yo'riq berishga harakat qilamiz. Loyihaning ilk sonini yangi O'zbekiston haqida umumiy tasavvur shakllanish maqsadida mutaxassislar fikrlarini tinglaymiz. Chet eldan yurtimizga ko'chib kelib yashayotgan do'stlarimizning mamlakatimiz haqida taassurotlarini eshitamiz. Shuningdek, sun'iy intellekt yurtimiz kelajagini qanday ko'rayotgani haqida video lavha bilan boshlaymiz. Yangi O'zbekiston deganda biz nimalarni orzu qilamiz, nimalarni ko'z oldimizga keltiramiz, umuman uning mohiyati, mazmuni qanaqa bo'ladi? Mening o'ylashimcha, O'zbekiston, yangi O'zbekiston bu qadim davrdagi o'zining obro'yini qaytadan tiklash, o'ziga berilgan noz-ne'matlar, ya'ni geografik joylashuvi, iqlimi, sharoitlardan kelib chiqib, shunga mos, uyg'un ravishda dunyoda o'z o'rnini egallashi kerak bo'ladi. Bunga bizning yurtdoshlarimiz bo'lsin yoki xorijdan, chet eldan kelgan sayyohlar bo'lsin, boshqa mutaxassislar bo'lsin, O'zbekiston deganda, O'rta Osiyo deganda aynan bizni yurtimizga tashrif buyurib, bu yerda nimalarni ko'rmoqchi bo'lsa, me'moriy yodgorlik, tarix ko'rmoqchi bo'lsa, tabiat ko'rmoqchi bo'lsa, go'zallik ko'rmoqchi bo'lsa, aynan bizning yurtimizda topa olsin. Aslida bularning barchasi bor, faqat ularni chiroyli qilib dunyoga taqdim qilish zamoni keldi, davri keldi. 7 yoshdan 70 yoshgacha yaxshi bir g'oya atrofida, demak o'sha yangi O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa, demak bu albatta quriladi. Faqat bu yo'lda buning demak insonni o'ziga bergan bahosiday qabul qilish kerak. Ya'niki biz o'zimizni izimizni o'zimiz yaratamiz. Biz lanch bo'ladigan bo'lsak, biz demak hech qachon bir o'zimizni bir qarorga kelmaydigan bo'lsak, bizni qurgan binomiz ham shunga yarasha mustahkam bo'ladi. yoki bo'lmasa men yangi O'zbekistonni har bir demak vatandoshning demak yagona maqsad yo'lida qo'lni qo'lga berishi va uning natijasi deb hisoblayman. Ya'niki biz
shundagina bugungi xalq qilgan yoki bo'lmasa juda to'lqinli dunyoda millat yo yashab qoladi yoki bo'lmasa shu globalizatsiya bo'ladimi yoki bo'lmasa boshqa bilan bu yerda biz juda qiyin ahvolga qolamiz. U bilan har bir inson o'zini avlodlari, o'zini ajdodlari oldidagi demak bir vazifasini yo bajargan yo bajarmagan bo'ladi. Bu natijasi demak bugungi avlodning, bugungi xalqimizning, yoshlarimizning, kattalarimizning, olimlarimizning, ziyolilarimizning, insonlarimizning qaroriga bog'liq bo'ladi. Zamonaviy rivojlangan texnologiya tomonidan, ilm tomonidan butun barcha yutuqlar tomonidan barcha kerakli zaruriy sharoitlarni yaratgan bir maskanga aylanishimiz kerak. Mana shu maqsadda xalq va hukumat birlashishi, umuman davlat va uning fuqarolari, yurtdoshlari bir yoqadan bosh chiqarib ish tutishlari kerak bo'lgan bir palladamiz. Assalomu alaykum. Namaste. Ismim Kartik Rayna. Hindistondaman, Kashmirdan, Shimoliy Hindiston, manimcha bilgansiz. O'zbekistonda ota-onam bilan yashayman. Ukam bor, ayolim bor, bitta 2,5 yoshli qizim bor. 6 yil oldin Carvin Pharma degan farmaceutical kompaniya ochganman. O'sha kompaniya bo'yicha direktorman. O'zim haqida gapirsam, o'zim maktab Indoneziyada bitirganman. Institut Delhida engineering bitirganman va 3-4 yil Hindistonda ishlab, keyin O'zbekistonga ishlash uchun 19-yilda kelganman. Oldin biz importni dorilar bilan ko'proq ishlagan edik, lekin yangi qoida qonunlar farmatsevtika sferada yangi qonunlar bo'lgandan keyin biz ko'proq mahalliy yaxshi zavodlardan ham lokalizatsiya o'zbek zavodlardan ham hamkorlik o'sha boshlaganmiz. O'zbekistonda kelajakda nasib bo'lsa o'zim ham yaqin kelajakda Hindistondan umid qilamanki, Hindistondan technologiya transfer, tech transfer olib kelib, shu yerda bitta farmatsevtika zavod qurishimni niyatim bor, rejalantirmoqdaman. Kim bu yerga qadam bossa, bu yerga mehmon bo'lib keladimi, boshqa ishlari bilan keladimi? Albatta bu yerning xalqining o'zi zotan bor mehrini, muhabbatini, bu yerning xalqining boshqalarga bo'lgan iliq munosabatini ko'ra oladi. Esimda airportda qachon men birinchi samolyotdan chiqqanman, menga begona odamlar assalomu alaykum deyapti. Hayron bo'ldimda, chunki Hindistonda shuncha begona odamga biz aytmaymiz, lekin juda ham yoqib qolgan. Bildim, o'zbek xalq mehribon xalq. Shu narsa birinchi marta ko'rganman, sezganman. O'zbekiston menga ko'p narsa bergan. Juda minnatdorman. Dilimdan, chil yuragimdan shu narsani minnatdorman. Ayolim bilan shu yerda tanishganmiz, uchrashib, sevganmiz. Qizim shu yerda tug'ilganmiz. Ota-onam bilan shu yerda yaxshi vaqt o'tkazganmiz. Bir 50 millionga yaqin nufusga ega bir yurt. Qo'shni atroflardagi qardoshlari bilan birgalikda 100 milliondan oshgan bir maskanni ko'zda tutgan bo'lamiz. Mana shu kuch-qudrati bilan kuchli yoshlarga ega, aholisining katta qismini yoshlar tashkil qiladigan bir xalq o'laroq biz o'z o'rnimizni topib ko'rsatib bera olishimiz kerak. Bunga hamma shart-sharoitlarimiz, kuchimiz yetadi. O'zbekistonning kelajak juda yorqin, juda ham umidvorman, juda ham xursandman, juda ham hayratdanman. Excited, to be very honest. The visionary leadership of President Shavkat Mirziyoyev, I'm very Menimcha bugungi kunda O'zbekiston juda muhim strategik burilish nuqtasida turibdi. So'nggi yillarda prezident rahbarligida mamlakat iqtisodiy liberallashuv, kuchliroq mintaqaviy hamkorlik va yanada ochiq investitsiya muhiti tomon harakat qilmoqda. Bu islohotlar faqat siyosiy darajadagi o'zgarishlar emas, uzoq muddatli barqarorlikka qaratilgan tizimli o'zgarishlardir. Bugun biz iqtisodiy o'sishning barqarorligini, infratuzilmaning rivojlanishini hamda sog'liqni saqlash, ta'lim va sanoat kabi sohalarda modernizatsiyani ko'rib turibmiz. Bu esa O'zbekiston qisqa muddatli natijalarni emas, balki mustahkam poydevor yaratishni maqsad qilganini ko'rsatadi. Biroq mamlakat kelajagining asosiy harakatlantiruvchi kuchi bu xalqdir. O'zbekiston yosh, ambitsiyali va tobora global fikrlaydigan aholiga ega.
Agar bu energiya intizom, innovatsiya va tadbirkorlik tafakkuri bilan uyg'unlashsa, mamlakat o'z transformatsiyasini yanada tezlashtirishi mumkin. Islohotlar imkoniyat yaratadi, ammo aynan odamlar imkoniyatni taraqqiyotga aylantiradi. Shuningdek, Hindiston tajribasidan o'rganish mumkin bo'lgan muhim jihatlar mavjud. Hindistonning o'sish tarixi inson kapitaliga, texnologiya va xususiy tadbirkorlikka kiritilgan investitsiyalar mamlakatning global mavqeini tez oshirishi mumkinligini ko'rsatdi. Rahmat kattakon. Juda ham O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Thank you very much. Rahmat kattakon. Yuksalish Group'dan orzungizdagi xonadonni boshlang'ich to'lovsiz va 60 oy muddatga bo'lib to'lash orqali olishingiz mumkin. Yuksalish Group. Orzungizdagi xonadon biz bilan oson. So'nggi kunlarda dunyo maydonida yuz berayotgan ayanchli va keskin voqealar barchamizni chuqur o'yga toldirmoqda. Bugungi murakkab va tahlikali jarayonlar shuni yaqqol ko'rsatadiki, O'zbekiston xalqi har qachongidan ham ko'ra yanada jipslashmog'imiz, bir tanu bir jon bo'lib harakat qilmog'imiz zarur. Mustaqilligimiz bu bizga berilgan buyuk ne'mat va ulkan mas'uliyatdir. Uni asrash, yurtimiz tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash har birimizning muqaddas burchimizdir. Shundoqqina yon atrofimizda qo'shni hududlarda ro'y berayotgan notinch va ayanchli holatlar bizni yanada hushyorlikka, yanada sergaklikka undash kerak. Bugun davlat ham, xalq ham mustaqilligimiz taqdiri uchun birdek mas'uldir. Yangi shakllanayotgan dunyo tartibotida faqatgina o'z milliy manfaatlarimizni qat'iy himoya qilgan, vatan ravnaqi yo'lida fidoilik ko'rsatgan holdagina biz yurtimiz istiqbolini mustahkamlashimiz mumkin. Har birimiz qalbimizda vatanga sadoqat, el yurtga muhabbat va birdamlik tuyg'usini yanada mustahkamlashimiz, yurtimiz tinchligini, xalqimiz farovonligi va mustaqilligimiz abadiyligini so'raymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.